Ushbu loyiha Aloqa bank hamkorligida Namangan viloyati Namangan tumani Xo'jahisomi F 80-konturda joylashgan. Bu yerda qulupnay ekini ekilgan. Maydonning hajmi 3,5 gektar, uzunligi 340 metr, eniga 125 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar tugish, pishirish fazasida rivojlanmoqda. Ekinlarni yetishtirish 220-230 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 7 dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 50 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Tolibloq obodyor kooperativ biriktirilgan. Ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 9 tonna, jami 34 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadi yanada oshiriladi.